Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Islomda biz programmamizning 122-sonini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, uzundan buyon davomlashtiryapmiz. Har bir musulmon cho'qim Qur'on va sunnat nuri ostida tushunish kerak bo'lgan xilma-xil mavzularni ayrim tema qilgan shaklda huzurlarga sunib kelyapmiz. Alloh subhanahu va taolo so'zlangan bu barliq temalarni to'g'ri shaklda tushunib hayotimizga tatbiqlash ne'matini ato qilishini Allohdan tuvanchik bilan so'raymiz. Qadrli ko'ruvchilarimiz, tunugun e'lonimizni bergandek bugungi temamiz aqida ruhi haqida bo'ladiganligini e'lon bergandik. Albatta biz buni asli o'tgan qitimliq sonimizda farzandlarimiz, bolalardagi, yoshlardagi aqida ruhining bu aqida ruhini yetildirishning qancha muhim ekanligi haqida to'xtalgandik. Albatta bugun va bundan keyingi sonimizda agar eshib qolsa, bugun tugmay qolsa, buni yana davomlashtiramiz. Programmamizning doimliq aziz mehmoni hammalar tanishib bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston ulamolar birligi a'zosi, shuningdek dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashg'ariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganlar uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyotdi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz, shundaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringiz bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Va shundaqla yarim soat kechikib qoldik, kechirim so'raymiz bundan. Unda bo'lsa bevosita programmamizga kirib ketsak, ustoz, aqida ruhi haqiqatan aqida masalasi biz yillardan buyon so'zlab kelyapmiz. Har bir mu'minning amaliyotda hayotdagi butun ishlarimizning to'g'ri Rabbimizning dargohida qabul qilinishi uchun agar aqidamiz ruslanmagan ahvolda hamma narsa bekor bo'lib ketganligini har bir musulmon oz ko'p bilishi kerak hamda. Shuning uchun bu tema albatta intayin muhim temalarning birisi. Birinchi savolimiz shu aqida ruhini yetildirishning muhimligi haqida bir ikki og'iz gap bilan kirgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamdisine, Peygamberimizge dua salamlar olsun. İslam akidesi itiqat sahasida amaliy tushuncha olib kelgan bo'lib, nazariyada cheklanib qolmasdan, xo'sh, yoki kallada zihni bilib qo'ysam ish tugdi deydigan nazariyada cheklanib qolmasdan, amaliy tushuncha olib kelgan bo'lib, İslam medeniyetini şekillendirgen amil ve ruh idi. İslam akidesi itiqat sahasındaki ameli akide bulup, İslam medeniyetini şekillendirgen asas ve ruh idi. Müslümanlar İslam'ını fikirge bağlap, iş hareketge bağlap, tasavvurge bağlap, yürüştürüşge bağlap, devlet başkuruşge bağlap, ticaret, sosyet, qamishlarga bağlap, düşünge vaxtida bir bütün sağlam düşengen vaxtida dunyoviy madaniyat yaratgan. Lekin musulmonlarning aqida tushunchasi ojizlab ketgan vaqtida, qanday ojizlab ketdi desa, aqidani ish harakatidan ayirib etgan vaqtida, aqidani yurishtirishdan ayirib etgan vaqtida, ya'ni istildan ayirib etgan vaqtida, aqidani fikr sohasidan ayirib etgan vaqtida, aqidani davlatchilik nazariyasidan, jamiyat idora qilish nazariyasidan ayirib etgan vaqtida Müslümanların aqidasi ojizlab ketdi. İdeyasi burildi. Aqidaning ruhiy amal qilmaganligi uchun ilm ma'rifatga ko'ngil bo'lmadi, sal qardi. Mushu yuqorqi 3 turli sababdan musulmonlar dunyoda madaniyatning eng oxiri qoldi. Eng oxiri qolmasa oxiri qoldi. Sabab nima bo'lsa, aqidasi ojizlashib, yuzaga kelishib ketdi. U qadar yuzaga kelishib ketdi, ish harakati bilan aloqasi yo'q dedi aqidasi. Yürüştürüşümüz xalıgancha yürüsek buldu, xalıgancha tutsak buldu, xalıgancha yep içsek buldu, xalıgancha kelsek buldu deydigan gap qoldi. Fikir dünyası kirgan vaqtida bir az ekan bir to'xtalishimiz mumkin. Har fikrlarni qo'rqmay qila oladigan. Bu aqidamga uyg'un kelamdi, uyg'un kelmamdi demasdan, har fikrni o'ylab o'ttirib bazarga tashlaydigan. Shunday turib o'zini eng muvahhiddak, eng musulmondek chaqlaydigan bunday bir holat reallik mavjud emas. Demek bu yerda musulmonlarning aqidasi u qadar yuzaga kelishib ketdi. Faqat zihnimizda Alloh borimiz bor desak, birimiz birsa qiyomat bo'lsa, beshimiz kelgancha jannat kiramiz yoki do'zax kiramiz degan mush aqidalarda to'xtsak, ishimiz tugdi bizdan.
Agar sal insof qilib qolib qolsak, namoz o'qib qo'ysak, yana ozroq insof qilsak, oz to'la pul topsak, 4 dan kun tashlab zakatini bersak, ömrümüzü qadar pul topsak, hech qilsak, ishimiz tugdi. Jamiyat bilan nima ishimiz? İnsaniyet bilan nima ishimiz? Bu madaniyat deydigan narsa bilan nima ishimiz bizningki? Yanımızın nima ishimiz deydigan ashundaq bir yuzaki bir holat kelib qoldi. İdeya burilib, tağdan, bağdan, sharqdan, g'arbdan aqida uyg'un kelsin, fikrini bazaga solgan bir holat shakllandi. Dinimizdeki baştan tatip ahiriz buyurgan, ömrünün ahiriz davamlaşırsan degan ilim ma'rifat qiziqtirish, ilim ma'rifat o'rganish tashabbusi bu yer tamamen sal qaraldi. Demek bu yuqori 3 turlik amil sababidan 3 turlik amilga rioya qilmaganlik sababidan 3 turlik amil illat sababidan madaniyatda biz boshqalarniki aqis qoldik. Endi biz madaniyatni asli keltirmizsak, yani zamonaviy dunyoviy bir madaniyatni asli keltirimiz, yanada yaratimiz desek, bunun ochqichi yana aqida. Xo'sh. Bunun baş yetakchisi aqida. Aqida o vaqtida bu amalga bog'langan aqida. Ish harakatga bog'langan aqida. Yurish turishni kontrol qila oladigan aqida. Fikr dunyosiga yetakchi bo'la oladigan bu aqida bo'lishi lozim. Madaniyat yaratimizdek, ish harakatlarimizni, yurish turishimizni aqidaga bog'lashimiz lozim. İdeyemizni, fikrimizni isloh qilishimiz lozim. Dinimiz buyurgandek ilim ma'rifatga otilinib, hayotning har qaysi sohasiga ilim ma'rifatga otilinib, madaniyat yaratish uchun, dunyoviy sistemni, dunyoviy nizomni isloh qilish uchun, buzg'unchilikqa, fasodchilikqa taqobil turish uchun nima ish qilishimiz lozim? Aqida islohot qilib berishimiz lozim. Aqida ruhini yangidan tirildirishimiz lozim. Xo'sh. Bu shunday kelib qolmaydi. Madaniyat yaratimiz deyotganmiz, dünyani isloh qilamiz deyotganimiz islomning buyrug'i, Qur'onning buyrug'i. Buning uchun bu aqidani isloh qilishimiz lozim. Aqida ruhini qaytadan tirildirishimiz lozim. Bunga musulmonlar qaraydigan bo'lsak, madaniyat yaratgan, dunyoga o'rnak bo'lgan musulmonlar qaraydigan bo'lsak, aqida ruhi ularning hayotiga sig'ib ketganlikdan butun ish harakatlarini aqidaga bog'lab kelgan. Yurish turish olsun, fikr dunyosi olsun, so'z satiqlar olsun, tijorat olsun, yoki siyosiy ishlar bo'lib qolsin, fikriy dunyoga aloqador, yozuvchilikqa aloqador ishlar bo'lib qolsin, hammani aqidaning ruhi bilan olib borganlik uchun madaniyat yarata olgan. Ammo keyingi zamonlarda aqidaning tushunchasi ojizlab ketdi. Ojizligi shuning bilan birlikda aqidaning doirasi bek tarayib ketdi. Shuning bilan birlikda bu aqida aqliy hujumlarga, boshqalarning aqliy hujumlarga raddiya beradigan bir nazariy ilmga aylanib qoldi. Ameliyatdan yiroq bo'lgan, ameliyatga bog'lanmaydigan, bu ishninki aqida bilan aloqasi yo'q deydigan tushunchaga olib qo'ydigan bu holat kelib qolganlikdan bu aqida musulmonlar ish harakatga undamaydigan, ish harakatga yuzlantirolmaydigan, shuncha bir og'ir bir musibat kelsin, musulmonlarni harakatlantirolmaydigan, qo'zg'atolmaydigan, uflab qolgan bir aqidaga aylanib qoldi. Xo'sh. Keyingi zamonlarda aqida ojizlashib, aqidaning doirasi tarayib ketganlikdan shuning bilan birlikda boshqalarning aqliy hujumiga taqobil turish yoki raddiya berish uchun bir aqliy aqidaga yoki nazariy bir aqidaga aylanib qolganlik uchun bu aqida o'zininki ruhini ojizlashtirib yoki ruhini yo'qotib, ish harakat undamaydigan, ish harakat tashabbus qilolmaydigan bir holatga kelib qoldi. Xo'sh. Bugungi kunda qarasak, musulmonlarningki misolidan sirт o'zimizning misolini olsak, bir bölük Uygur qarindoshlarimizdagi ahvol dal buni isbot. Zulm bormi desa, yetkisi bor. Fir'avn bo'la bu biz duch kelgandek bo'lmas. Dinimiz taqobil to'msan bo'lmaydi degan. Qur'oni Karim qattiq tanqidlagan, ayiblagan Abu Jahl bo'la yoki Abu Lahab bo'la, bugungi Abu Lahabdek bo'lmas. Şunçolar şiddetli bir zulüm, şunçolar bir pasatçılık, şunçolar bir buzg'unchilik. Hadi şekillensin mi? İmani mecburiyet süptüre, itiqadi mecburiyet süptüre midirlamaydigan. Xo'sh. Ve bu iş bilen mening nemikarim deydigan. Bu devletçilik bilen mening nemishim. Bu vatan tuproq bilen mening nemishim deydigan bir holat şekillen. Beşinchilik tiqib olgan. Banası varmız elbette banası var. Her birisi o'zgacha. Amma bu yer itiqad ruhi bilan shu bana o'tirib chiqqan bo'lsa, balkim qabul qilinadi. Balkim Allohning nazarida to'g'ri bo'ladi. Balkim shariatning nazarida o'tadi. Xo'sh. Bir musulmonda aqida bo'ladi ekan,
Jahon qanday bo'lishidan qat'iy nazar, buzg'unchilik mavjud bo'ldi ekan, fasodchilik mavjud bo'ldi ekan, uningga taqobil turish, uningga raddiya berish, kuchini yetishicha uningga inkos bildirish, e'tiroz bildirish, harakat qilish bu aqidaning taqozosi. Bu gap biz yo'q, buni aqida aloqasi Xudoga shukr. Biz Allohni bir deymiz, qiyomat kuniga ishonamiz, 6 iymonda biz. Yo'limiz davom, 5 vaqt namozni masjidda. Boshqa ishlik qarimiz yo'q, 5-ni shakit qilib olgan, 5-ni ko'tarmaydigan, vatanning ichida bo'lsin, sirtida bo'lib qolsin, bu holat yashayotimiz yashaydi. Yani uxlab qalq, aqida uxlab qolganlikdan, aqida tariyib ketganlikdan, o'zining ruhini yo'qitib qo'yayotganlikdan kelib chiqayotgan bir oqibat bu. Bu sababdan aqida hukmi ve aqid ruhi ko'pliga musulmonlarning nazarida sharkat undiyanmaydigan, irodasini qo'zg'ayotmaydigan, xo'sh, yuragini yoki vijdonini titrtanmaydigan bir holat kelib qoldi. Shunchalar bir og'ir ahvollar bo'lib qolsa-mi, g'im qilmaydigan. Voy bu normal holat deb qaraydigan. Voy o'tib ketdi deydi. Ammo dinimiz nima deydi bu masalaga? O'tib ketdi deb qarab o'tadimdi, yoki Mahdi muntazamni kutib o'tadimdi, yoki sen bir qo'lingdan kirishga harakat qil. Munkarni ko'rsang, zulmni ko'rsang, buni qarshi tur deydigan buyruq bormi yo'qmi? Bu e'tiqod masalami yoki talash tortish qilgan bir fiqhiy masalami? Ahmad nima deydi, Samad nima deydi? Bu mushakkab qilib bu masala. To'g'ri. Şu bugün kunlikda aqidaning ruhini, aqidaning aqliy tarafini, aqidaning amaliyotga aloqador tarafini harakatlantirib, musulmonlarni sharkatga, amalga yuzlantirish uchun bu e'tiqod ruhini isloh qilish va aqid ruhini qaytadan tirildirish bu intayin muhim. Şu vaqtda bu aqida jonliq bir aqidaga aylandi. Şu vaqtda musulmonlar madaniyat yarata oladi. Mushunda bir ruh tiklangan vaqtida davlat qura oladi. Natijada zulmdan, xo'rlikdan, mustabidlikdan, mahkumlikdan endan qutulib ketadi. Demak, aqida ruhini tirildirib, harakatlanadigan bir holat kelish uchun dastlab nima ish qilish lozim? Aqidani sog'lom tushunish lozim. Aqidaning bosqichlari bilan, 4 bosqich bilan sog'lom tushunish lozim. Biz bundaginki bosqichlarimizda bu aqidani qanday tushunamiz degan temalarga to'xtalamiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan yuqorida so'zlab o'tgan bu temalar, so'zlab o'tgan bu xato tushunishlarning har biriga aslida ayrim bo'lim qismi arziydigan shaklda masalalarni tilga olib o'tilgan. Demak, ya'ni masalaning qanchalik cho'ng ekanligini, ig'ir ekanligini tushunib turibmiz bu so'zlardan. Endi ustoz, bu javobdan yo'lga chiqib, demak bu aqidani tushunishninki aqida tushunchisini to'g'rilashning intayin muhimligi o'tirib chiqib. Bu tushunchimizni qanday to'g'rilash kerak? Biz bu aqida nima qilishni ilgari bir narsani qistirib o'tay. Biz aqidaning ruhini tiklash uchun 4 turlik narsani bilishga muhtoj. Xo'sh. Birinchisi aqidani tushunish. Tushungan vaqtda aqidaning mohiyati bilan tushunish, yuzaki tushunmaslik. Ikkinchi birisi aqidani tasdiqlash. Ya'ni iymon keltirish. Yani keskin iman keltirish. Shak olmagan, ikkilanmagan, foyda qilam, foyda qilmasmi? Bizni Xitoydan qutuldirammasmi? Bizni isloh qilalam, qilamamdi. Biz mushtalam o'tib ketamdik yoki madaniyat qura oladigan. Xo'sh. Yaxshilik, amallik, xotirjamlik akala oladigan bir aqidami degan, buningga bir tasdiqlash lozim bu aqidani o'raydi. Buni aqida. Bu ikkinchi. Uchinchi birisi aqidani fikrimizdan, tasavvurimizdanki yetakchi qilish lozim. Dördüncü birisi aqidamizda kundalik hayotimizga chambarchas zichmizich buni bog'lash lozim. Biz bu 4 turlik bosqich haqida to'xtalib o'tamiz. Ham birinchi bosqich bu aqidani qanday tushunamiz? Qanday o'qigan vaqtida aqidani sog'lom tushunamiz. Buni men 3 nuqtaga turga o'lab to'xtalib bugungi balki programmamiz darsimiz shu. Birinchi bosqich. Aqidani tushunish bosqichi bilan tutishimiz mumkin. Biz aqidani qanday tushunamiz degan vaqtida aqida yoki iymonni oshirib etmasdan, o'zimiz xohlagan qalbimizda yo'q narsalarni paydo qilib, yoki Qur'on sunnatga kelgan dalil paketlarni chiqarib, "Yerman yoqmaydi, bugungi zamon shu" deb uni chiqarib etmasdan, yoki o'zgartirib etmasdan birlarininki tashabbusi bilan yoki pul molga satilib, satqullik deganga o'xshash, yoki turaqsizcha buguni andaq, buguni manda bo'lmasdan, rang o'zgartirib, oshirib etmasdan, kemaytirib etmasdan, o'zgartirib etmasdan, o'zi o'zgarib olmasdan, ilohiy vahiy bo'lgan Qur'on sunnatda qanday kelganmiz shu bitta ishinish,
Shu peti tushunish, shu peti amal qilish. Amal qilishda ilgari tushunish muhim edi. Shu bugun tushunish deymiz. Tasdiqlashda ilgari tushunishlar, tushunmay turib keskin holat tug'ilmaydi. İslam aqidasini o'zgartmasdan, oshirib etmasdan, kemaytmasdan, o'zgartmasdan, rang kalti kirib olmasdan ilohiy va qanday kelgan shu bo'yicha tushunish lozim. İslam aqidasini sağlam tushunish uchun Qur'oni Karim va sahih hadisning dalil pokligini tanish lozim. Aqidaning manbasi nereden keladi desa, keladigan manba ikki. Qur'oni Karimdan va sahih hadisdan olamiz. Xo'sh. Bunun bir tarmoq masalalar var. Bundan keyingi darsimiz to'xtalamiz. Hadisdan qaysi qismini olamiz deganda keyin to'xtalamiz. Aqidaning manbasi Qur'oni Karim va payg'ambarimizning hadislaridan olindi. Boshqa faylasuflarningki, boshqa birisinikidan olinmaydi. Ana manbamış. Qur'on ham aqidani tushunish uchun Qur'on, sunnat dalillar tayangan vaqtida tushuncha monopolliklarni da'vo qilmaslik lozim. Xo'sh. Mening tushuncha monopollikni da'vo qilmaslik lozim degani, qandaqdir birisi o'zlarini Qur'on, sunnatning dalil tayandim deb, xuddi u aqidaninki bayonot istak, xuddi u islomning aqsiz bayon qilgan birdan-bir so'zsiga o'xshash, mening deganimdan to'g'ri, boshqasidan xato. Men yaxshi ko'radigan olimning degani birdan-bir haq, boshqa olimlarningki tushunchasi, tasavvuri, ko'z qarashi to'g'ri bo'lgan bo'lsa-mi, izohlash qaysi uyg'un bo'lib qolsa, u to'g'ri emas deydigan bunda monopollikdan birdan-bir ilohninki yoki islom aqidasi so'zsi deydigan madavadan qutulish lozim. Xo'sh. Chunki Qur'on, sunnatning dalili tayangan vaqtida bu olim bilan bu olim qoidasiga rioya qilib qolib qolsa, orliqda masala chiqmaydi. Chunki barliq musulmonlar o'rtaq kelgan, ittifoq qilgan bir nuqta shuki, Qur'on, sunnatning dalillari hukmi aniq bo'lsa, buni dalolat qatiya deymiz. Ya'ni oyatning, hadisning tushunchasi aniq bo'lsa, hammadan bilamiz. Masalan, Qul huvallohu ahad degan. Alloh bir. Buning hukmi aniqmiz aniq. Buni hech qanday boshqacha bir tafsir qilish, boshqacha bir izohlash, boshqacha tushuntirishning hojati yo'q. Bunda hukmi aniq bo'lgan, endi kirish manbasi hadis bo'lib qolsa, Qur'onning hammasi boshdan oxiri 100% keskimiz. Hadisdan ki sayısı var, acısı var. Biz aciz bilen işimiz yok, yalgın bilen işimiz yok. Sayı o kadar. Bu ene koyup kalsa, Müslümanların ki onundan düşünce eliş, ya onun tayinişteki usulü okşaşmaz. Hoş. Yani Kur'an sünnetten kelgen deliller, hükmü ene koyup kalsa, sayı olup kalsa, barlık Müslümanlar onun düşüncede ortaklık iyi. Ona da 2 xil, 3 xil düşünce çıkmaydı. Biz bir ahli sünnet diyen dersimizde qancha birsa yerda o'xshashmaydigan, qancha birsa yerda o'xshaydiganligini tafsil to'qilib o'tib, shu yerga murojaat qilib bo'ldi qarindoshlar. Endi dalillarning ishida ehtimoliy bo'lgan dalillar. Ehtimoliydan maqsad necha xil tafsir qilishni, har xil tushunishni qabul qilgan dalillar. Masalan, oyatlarning ichidan bu, hadislarning ichidan bu. Buni bu ilm bilan shug'ullangan, ilm ma'rifat o'qigan, izlanganlarga nisbatan oyga o'xshash, kunga o'xshash oydin bir masala. Buna o'xshash masalada har xil tushuncha paydo bo'ldi. Har xil tafsir paydo bo'ldi. Bu tafsirlar qabul qilingan bo'lsa, ilmiy o'lcham asosida, ya'ni usul fiqhdan iborat qoidaga uyg'un bo'lib qolsa qabul qilindi. Ya'ni Qur'on, sunnatning dalillari hukmi aniq bo'lsa, musulmonlarning tushunchasi birdek chiqadi. Agar o dalil har xil tushunchani, har xil izohni qabul qilgan bo'lib qolsa, bu yer tushunchalar farqli chiqadi. Bu aniq emas. Bu yerda shuni eskartib o'timizga qarindoshlarımizga olimlarningki Qur'on, sunnat haqida tushunchalari islomni tushunishdan bir vositasidan iborat. Qandaqdir falani olimning gibi %100% haq, yana bir olimning gibi %100% batıl deydigan ish yo'q. Aslida biz kimga qaraymiz? Ya'ni nimaga qaraymizsa, Ahmad bilan Samatga emas, dalil qaraymiz. Qur'on, sunnat. Falan olimningki dalili boshqasininkidan kuchli bo'lishi mumkin. Ya'ni tushunchasi bir az jonli bo'lishi mumkin. Yana birisining tushunchasi bir az ojiz. Ammo qabul qilinishi mumkin bir taraflarda. Chunki usul fiqhdan iborat tahlil qilgan, oyat hadislarni tahlil qilgan, tadqiq qilgan fanning o'lchami bo'yicha qabul qilinishi mumkin. Buningga diqqat qilishga tegishli. Afsuski har xil izohlashni yoki har xil tushunchani qabul qilgan bir qism masalalar bor. Bu masalaning ko'pincha ijtihodiy masala. Xo'sh. Ijtihodiy bo'lganligi uchun u olimni ijtihod qildi, bu olimni ijtihod qildi. Ijtihod qilinsin,
Qilinishi lazım. İçtihatımız dünya taraqqiy qilmaydi. Dinimiz dünya taraqqiy qilsin, zamonaviy bo'lsin, har zamonda davr moslashmas deb ijtihoddan iborat bir yo'lni o'ttirib qo'ydi. Alloh taolo bilib shu oyatni har xil izohlash qabul qilgan holatda nozil qildi. Payg'ambarimiz o shaklda bayon qildi. Davog'andikan bu masalada qalbi ko'rsa kang bo'lish lozim. Hukmi aniq bo'lgan oyatlarning ruhi asosida, dinimizning prinsipal asosida, shariatning maqsadlari asosida buni izohlab ketaversa, talash tortish jidal majra chiqmaydi. Ammo afsuski bir qism ba'zi bir masalalar, har xil izohlash qabul qilgan masalalarda shariatning maqsadlari rioya qilmaganlikdan. Buni izohlash, bayon qilishdan iborat qoidaga rioya qilmaganlikdan, ya'ni ilmiy o'lchamdan halqib ketganlikdan, uning ustiga bir mazhabchilik, mutaassiblik aralashganlikdan, siyosiy vaziyat aralashganlikdan, ijtimoiy ahvol ta'sir ko'rsatganlikdan bu bir qism ba'zi bir tarmoq masala musulmonlar orasida nimaga boshlab bordi desa, jidal majra ya to'qinishga boshlab bordi. Xo'sh. Bu to'g'rimiz, bu to'g'ri emas. Aqidani uni tushunadigan olmaydi. Jidal majroni tushunadigan olmaydi. Hukmi aniq bo'lgan dalillar va bosh ustiga deb aytmaymiz. Musulmonlarningki tushunsa hammasi o'rtaq buni. Hukmi har xil bo'lib qolgan masalalar va bular aqidaning tarmoq masalalari bo'lib qolsa, lekin asosiy masalalarda musulmonlar tushunsa ikki xil chiqmaydi, bir chiqadi. Ya'ni 90% ortiq masalada musulmonlar aqidaning asosan hammasida 100% o'rtaq. Tarmoq masalalarda 5%, 10% yetadi. Ne chiqar tushunchalar bor. U maqbul bo'lsa maqbul, qabul ko'rilamsa qabul ko'rin. Qandaydir bir yerda mazhabchilikni o'tirg'a chiqib, biz Ash'ariylik, Maturidiylik, Salbiylikni o'tirg'a chiqib, biz Abbosiylar, ya'ni biz Osmoniylar, ya'ni biz siyosiy vaziyatni o'tirg'a chiqib, ba'zi pomchiklarning zamonidagi yoki ba'zi zo'mgarlarning zamonidagi yoki to'plan bo'lgan yoki qo'zg'alan bo'lgan deganda ijtimoiy vaziyatlarni ta'sir ko'rsatib, bu aqida masalasida musulmonlarning orasida jidal majroga sabab bo'lsa, bu aqidani tushunishga eng chong xatolik hisoblanadi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Ham bu majroning kelib chiqishiga mana shu bo'lib mamdi boshqa millatdan bor albatta. Mushuni o'tirg'a chiqayotganlarning so'zda olim deyilayotgan bu kishilarningki, men salohiyati bo'lmay turib, salohiyati bo'lmagan sohaga kirib olib, yuzaki bilim bilan kishilarning o'tirsiga har xil fikrni o'tirib qo'yganligidan musulmonlar xeyli yillardan buyon bu fojiani qildi. Shuning uchun musulmonlar haqiqatan ilmni kimdan oldiganligini, so'zlayotgan kishining qaysi salohiyatiga ega ekanligini bilib agashmasa, shu millatimizning ichida oxirgi yaqinqi yillardan buyon chiqayotgan ba'zi masalalarga duch kelgan masalalar. Xo'sh, ham aqidaning taqozzosining bu taqozzosini qanday shaklda tushunishimiz kerak degan bir. Aqidaning taqozzosi tavhid. Tavhidning bu taqsimot turlari kirmaymiz. Tavhid umuman Allah'ның barlığına, bir ekanligiga, hech qanday bir o'xshamaydiganligi, har qanday narsadan g'olib qilganligi ishonish. Xo'sh. Biz Allohga bo'lgan iymonimiz kuchli bo'lgan bo'lsa, Allohning hammasi qodir ishonchi kuchli bo'lib qolsa, umidsiz holatga kelib qolmaymiz. Bizni kuchli qilib turgan narsa e'tiqod. Xitoy haqan kuchli bo'lsin, yanimiz kuchli bo'lib qolsin, uningdan kuchli bo'lgan zotga bog'langanligimiz uchun tik tura olamiz. Tavhid. Aqidaning taqozzosi tavhid. Aqidaning taqozzosi payg'ambarlik. Payg'ambarning yo'lida menish, payg'ambarni hurmatlash, uning ko'rsatmasi itoat qilib menish. Aqidaning ko'rsatmasi qiyomat kunidagi yaxshilarga mukofot, yomonlarga berilgan jazo. Xo'sh. Bu qatorliqlar. Demak, bu aqidaning doirasi keng. Ya'ni iymonning arkonlarining hammasi va uningki tarmoqlar. Xo'sh. Aqidaning taqozzosi tasdiqlash. Aqidaning taqozzosi til bilan e'tirof qilish haqiqatligidan. Aqidaning taqozzosi harakatga otilish. Ya'ni amaliy hayotida aqidani tutib menish. Aqidaning taqozzosi aqidaning ko'rsatmasi bo'yicha yashash. Aqidaning taqozzosi amaliy hayot bilan chambarchas bog'langan bo'lib, har bir ish harakatida, har bir fikrda, har bir tasavvurda, har bir qilmishida aqidaning ko'rsatmasi nima deydi? Halal demdi, haram demdi, to'g'ri demdi, xato demdi, buni o'lcham qilib menish, bu aqidaning taqozzosi. Bu narsa bor. Bina her bir qarasa, mesela savdogar qarayli, do'kondor qarayli, halal haram desa, aniq butun tushish mumkin. Halal haram e'tiqod masalasi. Xo'sh.
Masalan, bir qiz gap bilan nikoh masalasida oldim, tegdim desa halol bo'ladi. Agar u gap yo'q holatda jinsiy munosabat qilsa harom. Shunga o'xshash nurg'un emas, bir e'tiqod masalalari. Qaysi bir ishni qilaylik? Biz siyosat qilaylik. Siyosat qilishga muhtojmiz, muhtoj. Majburmiz, ehtiyoj bor, ehtiyoj. Musulmonning o'zi siyosatchi. E'tirof qilsin, e'tirof qilmasin, xolisin, xolamasin. Chunki men dunyoni isloh qilmoqchi edim. Buzg'unchilikqa taqobil turmoqchi edim. Men amr ma'ruf nahy munkar qilmas siyosatning o'zi. Mayli u tushansin, tushunmasin, tagidan tartib bir siyosatchi. Zulm bo'lgan inkor qiluvchiman. Adolat bo'lgan uni tutib mang'uchiman deydi. Bu nimadan taqazzas? Aqidaningki taqazzas. Ya'ni aqida kundalik hayotdan, ijtimoiy hayotdan, yana bir hayotdan bu ayrilmaydi. Ayrilishni qabul qilmaydi. Ammo bizning bugungi holimiz qarasak, yodlab qo'ysak, ishimiz tugdi qolgan shular nima qarimiz. Taqdan alamdiq, bag'dan alamdiq, unidan, bunadan. Bugun kunlikda hech narsani tushunmaydiganlar ustoz o'g'is qil. Masalan, bugun kunlik qaraslar. Ba'zanlar o'limal jihad qilmaydi. Resmi jihad biz ilgari necha qatim to'xtaldi. Resmi jihad maydoni bo'lib qolsa, eng baş jihad boshlaydiganlar o'limal. Bugungi jihad qilmaydigan boshqa yerga bir jihad qilish paymi dedi. Ya'ni deydigan, "Menga askar bo'lmadan sen" deydi bugun kunlikda. O'limal jihad qilmaydigan, "Menga askar bo'lmadan sen" deydi. Men boshligan yerdan mangmadan deydi. Yani menga ergash kuchi olsang bo'ldi deydi. Eng to'g'risini qilayotganim men deydi. Men amir sen as. Fuqaro demak buni emas. Siyosatchi qarasam ayni falsafada. Bizsi deydiki bu yanda, bizsi deydiki bu yanda, bizning kaynimizdan mansang bo'ldi. Sen mansang balkim ba'zan biz qatib qoladi. Bu o'lima odam hil siyosatchining kaynidan, hil be'mning kaynidan mangmaydi. Yo'lning xarisini boshlaydi. Mang'ay yo'li to'g'ri bo'lib qolsa, to'g'ri deb tasdiqlaydi, qo'llaydi, madad berdi. Agar to'g'ri bo'lmasa, yo'lan xato deb ogohlantirdi. Bu o'limaning vazifasi bu. Endi gapimizga kelsak, hayotimizda yoki zamonimizda bu aqidaning ruhi dunyo qarshimizdan ayrilib qolmoqda. Bizning dunyo qarshimiz birdamda kommunistlarning maktabida o'qisak, kommunist bo'lib chiqadigan. Birdam liberalizmlarning maktabida o'qisak, liberalchi bo'lib chiqadigan. Birdamda Oshqunning maktabida o'qisak, bizim bo'lib chiqadigan. Yana birisida buddistlikda o'qib qolsa, buddist bo'ladigan. Ashunda bir yer cho'kilib yurmoqda dunyo qarshimiz. Hayotimizni qarasak, halol va harom bilan kari yo'q. Ama ağızdan musulmonlik davası, müminlik davası düşmeydi. Ma iş ahlak uygun ahlak emassi bugünkü zamandan taqozosi. Shu. Bu hayot bizni boshlab mangmaydi. To'g'ri, ba'zi narsaga ta'sir ko'rsin. Ammo hayot bugun bo'layotgan, yarışalışib ketgan bu hayotmi islom aqidasini keyin so'rab mangmaydi. Biz musulmon bo'lish suhbatimiz bilan bugungi hayotdan islom aqidasi to'g'ri o'g'in bo'lib qolsa, qabul qilamiz, to'g'ri bo'lib qolsa, to'xtaymiz. Raddiya beramiz, ya qabul qilmaymiz. Bu o'lcham bo'lishi kerak. Ammo yurish turishimiz qarsaqmi? Aqidada ayrilib ketgan. Yoshlarning holi qarab baqsa odam ba'zi echinadi. Kiyib kiyim-kechaklar qarsa, qulqiga taqib olgan bu erkakmi, tishimi qilinmaydi. O'g'ilmi, qizmi faqat qilinmaydi. Siyosatchilik qarasa, fikr dunyosi boshqacha. Ba'zilar deydiki, biz davlat qursak bo'ladi. To'g'ri, davlat qursak, davlat qurishimiz farz. Nima uchun farz deysa, musulmon Alloh subhanahu va taologa sog'lom, xotirjam holat ibodat qilish uchun uni davlat bo'lishi lozim. Xo'sh. Musulmon o'zining aqidasini qo'g'dash uchun, ibodatini qo'g'dash uchun, mol-mulkini, izzat sharafini, bal-chaqinlarini, zaminini qo'g'dash uchun davlat qurish farz. Biz buni ilgari boshqa masalalarda ko'p to'xtaldik. Davlat qurish to'g'ri, muhim. Ammo musulmon bo'lsa qanday davlat qurmas? Kimga qurib bermoqchi bu davlatni? Ba'zan davlat qursa, nima qurilsa bo'lmaydi deydi. Mush gap aqidaningki, tarasi, sasaq, to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Nima davlat qurilsa bo'ladi? Sayyid ibn Azizga o'xshash kommunist davlatdan birisi qurilsa, masalan deydi. Yoki uningki o'xshab ketadigan boshqa bir nomda qurilsa, to'g'ri, davlat qurildi o'zimizningki uyg'un keladigan, o'zimizning madaniyati uyg'un keladigan, o'zimizning qimmat qarshi uyg'un keladigan, insoniyatga chiqib yashaydigan, boshqalar diplomat o'rnata oladigan, hamkorlashadigan bunday bir davlat lazım. Belki bundan ba'zanlar Talibandak davlat edi.
Taliban 500 yılın aldığındaki devlet nezareti yaşayotgan bir devlet. 20. asırning aqli bilan emas. Ba'zilar Daesh'ninkini deyish mumkin. Bu islomning davlati emas. Islom davlati emas ismini qo'yib olsin. Biz ko'p taqdir islomdagi davlat prinsipni o'ttirib qo'ydi. Mush prinsip asosida sen davringga uyg'un keladigan, zamoniga uyg'un keladigan, seniki yurtdan uyg'un keladigan, sharoitga uyg'un kelgan zamonaviy davlatni qurib chiqdi. Hergiz burunga o'xshash ishi qarovusi bilan mang demaydi. Davr qanday cho'gilgan bo'lsa, sen shuningga moslashib mang deydi. Bu islomning siyosiy falsafasi. Ammo afsuski bugungilarni ko'psi bilmagachga, ila ayanda hilib belakdi mangdi. Masalan, misol olaylik. Vaqtning o'tishi bilan misolda ilgari, vaqtning o'tishi bilan keyingi musulmonlarning nazarida aqidaning taqozosi bek tariyib ketdi. Vaqt o'taverdi, burun qaragan vaqtida keyingi musulmonlar nazar aqidaning taqozosi bek tariyib ketdi. Hatta bu darajada tariyib ketdiki, ishonsa mu'minlar darajasida, mu'minlar doirasida qolib qolgan, ishonmay qolib qolsa, iymondan chiqarib turgan bu masalalarmi musulmonlarning aqida nazariyasidan yoki aqida ufqidan chiqib ketdi. Yani parvo qilmaydigan bir holat keldi. Masalan, misol olaylik. Islom shariatining hokim ekanligi masalasi. Bir musulmonga nisbatan shariatni hokim qilish qarta. To'g'ri qarash, to'g'ri qaramaslik, qabul qilish, qabul qilmaslik bilan qarab boqaylik. Bu shariatni Talibanni unutib ketish kerak. Islomdan vakil emas Taliban. Yoki Daeshni unutib ketish kerak. Islomning tamoman tuhmatga otilgan. Kur'an, sünnet bayan kılvatkan bir şeriat bu. Zamonaviy bir devletni tashabbus qilayotgan islom hokimiyati. Islom hokimiyati nerede chiqadi prinsipda hokim. Ammo devletni idora qilishda payg'ambar kelib boshqarib bermaydi bu devletni. Burun o'lib ketgan Abu Bakr va Hazrat Umardagi xalifa boshqarib bermaydi. Bugungi zamondagi ishimizni yashaydigan birisi boshqardi. Yani madaniy bir devlet. Prinsipga ega, asosiy qonunga ega zamonaviy bir davlat. Qandaqdir ba'zida shariat desam, kallasiga o'g'rining qo'lini kesadigan, buzuq ish qilgan bo'lsa, edibini bergan shu ish qildi. Bu islomdagi islomni 1% desak, bu islom jazo qonuni faqat 6% ni tashkil qildi. İslamdagi jinoiy ishlar qonuni islomningki islom shariatining faqat 6% tashkil qildi. Qolgan 94% boshqa doir. Uning bildig'ini ash. Chunki bir qismni islom tushunmaganlar qilib bo'g'ish, mushta qilsa shariatni tatbiqlagan bo'lamiz. Bo'lmiz tatbiqlamiz xato tushuncha bilan bir-birlik insonlarni shariatga tushunadi. U tushunmaslik ayrim masala, ammo qandaydir ba'zilarniki shariat desa tatbiq qaraydigan ishi bu aqidaga. Aqidaning nida bu masala. Biz islom shariatini qabul qilmaymiz, yoki islom shariati bo'yicha davlat qurmaymiz, yashamaymiz. Nimani ko'rsin? Yani İslam'dan sen çıkıp kettin degan gap bu. Gapni 100% zag'irtili elib aytsa, İslam'dan çıkıp kettin degan gap. Xo'sh. Bu meselenin aqida doirasiga kirmaydigan bo'lib ketdi bugun kunlarda. Bu Allohga iymon eting debdi, badang debdi. Shuni bilsak bo'ldi, tugaydi dedi. Endi zalim kafirlarning do'st tutishning haromlik masalasi. Xo'sh. Bu mesele bugun kunlarda oddiy bir masalaga aylanib qoldi. Zalim, biz kafirni mutlaq demadik. Qarindoshlar diqqat qiling. Zalim kafirlar. Qur'oni Karim kafirlarni cho'ng qilib ikkiga bo'ldi. Zulm qiladigan kafirlar, zulm qilmaydigan kafirlar dedi. Kafir bo'lsa o'zidan ishi, qiyomat kuni hisobini o'zi berdi. Islom ishonmasa, boshqa bir aqida bo'lib qolsa, u o'ziniki erkinligi, islom bergan erkinlik. Biz senga uni zo'rlash kuchi yetmaydi. La ikraha fid-din. Bu kafirlarning ichida zalim kafirlar bor. Xitoyga o'xshash. Bunu apaq-chapaq bo'ldigan. Uni yaxshi ko'rdigan. Bu manda taraqqiy qilib ketdi deb uning falsafasini bozorga soldigan, ko'ngilchilik qildigan, bayroqlarni ko'tardigan, josuslik, ishbiyonlik qildigan deganga o'xshash. Bu xil do'stlik. Bu nega birib tashlaydi aqida masalasida? Qur'oni Karimda aniq qilib, "Innama yanhaakumullohu an lazqatalukum fid-din ve akhrajukum min diyarikum." Diningizga dushmanlik qilgan, yurtinglarni basavagan, sizlarga amonlik bermayotgan ma odamlarga do'st bo'lash ayon to'sin, yaxshilik qilishkim bo'lmaydi. Ammo zulm qilmaydigan kafirlar va yurtimizni basavagan kafirlar va boshqa oyatda mayanda.
Ular qanday, ular adil yaşanlar, chiroyli yaşanlar, diplomat munosabatli yaşanlar. U dushmanlar emas. Bu ikki kafirni ayirish lazım. Ammo bizdagi aqida masalasi tariyib ketganlikdan kimni do'st tutish, kimni dushman tutishni bilinmaydigan. Musulmonlar bizni qarnishimizda arablashib oldi deb shaytonlikni taqtidigan. Ya bunu deganlar Xitoy istixborotning g'olchilari yoki mingiz tamoman yulib ketgan qip-qizil parchoq kommunistlar yoki yana birlar. Xo'sh, to'g'ri. Kimning do'st, kimning dushman bilmayman. Meni qilayotgan ishim men dindan chiqaramda chiqaram. Garchi sen namoz o'qisangmi, ro'za tutsangmi, satqullik qilsang, musulmonni chaqsang, bir musulmon millatninki vayron bo'lishiga sabab bo'lgan bir satqullik chaqimchi qilsang, aqidadan tugit seninki. Xo'sh. Garchi sen da'vo qilsang. Bu aqida masalasi bu. Meniki emas, Qur'oni Karimdagi oyatlar, hadislar bilan yuqorida misolni aytdim. Qur'oni Karim aniq qilib cheklagan, to'sqan bir masala sen qanday qilsan? Bu sen talash-tarjih qilgan bir doira emas. Bu aqida masalasi. İlahi ko'rsatma asosida vatanni gullantirish masalasi. Dunyoni gullantirish vatan deb turlar. İlahi ko'rsatma asosida vatanni gullantirish masalasi. Aqida masalasi, aqida masalasi. Vatan bilan men anlamış ya. Mening bag'im bo'lsa, uyimni manchi qabat yazsam. Uy sening bag'sina bo'lgandek, seninki doirang vatanni ashuma gullantirishing, taraqqiy qildirishing sen iymoniy majburiyat. Agar injiner bo'lsang, siyosatchi bo'lsang, yoki bir kasbda bo'lgan bo'lsang, uning his qo'shish qaysi tarafdan sening iymoniy majburiyating. İjtimoiy adolat masalasi. Bu aqida masalasi. Bir talash-tarjih qildigan ikkisining orasiga bir fiqhiy masala emas. Tarmoq bir masala emas. İtiqad masalasi. Yo'q, u nima bo'ladi? Boy bo'yicha, pomchik bo'yicha kambag'al kamal yozsin deb qilib aqidadan chiqdi degan. Chunki dinimiz adil bo'langlar. İjtimoiy adolatga rioya qilinglar dedi. Xo'sh. Demak, bu masalalarniki iymonni vujud chiqarish yoki iymon bilan zich munosabat ekanligi shunda ro'shan bo'lsa-mi, aniq ko'rinib tursa-mi, bizlar qisqa to'xtalib, kunimizda ko'plagan musulmonlar nazarda bu ishlardan keyin aqida bilan munosabati yo'q. Bu aqida degan 6 iymonni biz kichkimizdan tartib xalq taqimida, immoxonimizda, oxirimizda yodlagan Alloh ibonkasi tartib ta qazoy qadargacha undan boshqa nerdan chiqdi? Yo'q bu gapni. Demak, aqidani taraytib, bugungi ba'zi qilayotgan ishlarniki, xato ishlarniki ig'ir bir gunoh ekanligini his qilmaydigan yoki akab qo'yalik. Ba'zi dinimiz buyurgan farz ishlarni aqidada chiqarib o'tganlikdan musulmonlar parvo qilmaydigan bu holat shakllanib qolgan. Natija aqidaning taqozosi taxmi passiv, taxmi bir ojiz holatga, ya'ni harakatlantirolmaydigan bir holatga keltirib qo'yganligimiz. Allah razı olsun. Hem de hakikaten bu yukarıdaki sözlerde şu nasıl Türkiye'de bir profesörün gibi isim yapıldı. Mesela devamlı kalkı taşqi qiyafet Taliban'dan onu bana misal keltirdim. Taşqi qiyafet dilim ya ki İslam'daki bir qancha ceza kanunundan o'ttirib qo'yib turib oldi Allah mesela. Şunda bir misal keltirib deydim. Bugün İstanbul'un fethi qilish sharafiga erishgan nurg'un universitet o'quvchilariga so'zlagan bir so'zi var. İstanbul'un fethi qilishga erishgan sizlar o'ylab boqinglar. Agar bugun Fatih Sultan Muhammed Xon hozir 2023-yili mushu yig'in salonidan kirgan bo'lsa, sizlar o'ylamsizki Fatih Sultan Mehmet o'z vaqtida yo'g'on salla, uzun to'n, yendi qilich, esib kirgan bir shunday bir shaxsni tasavvur qilamsizlar sizlar deydi. Bugun bo'lib qolgan bo'lsa. Deb shundan misol keltirib, Fatih Sultan Mehmet'niki asla, men shunda deymanki, asla unda bo'lmaydi. U bugungi davrdagi eng davrida tunilgan eng yaxshi matematikchi, eng yaxshi akademik sohada nurg'un Fatih Sultan Mehmet o'z vaqtida davridagi eng az 7 xil tilni mukammal biladigan va İstanbul'un surlarini kumpay-kum qilib qo'yadigan darajada uni zambirakni yasaydigan shaklda matematik bilgisiga ega bo'lgan va oyning qachon petib qildigan nima shaklda bo'lgan nurg'un misollarni keltirib berdi. Shu darajada davridagi eng esil ma'lumotga ega kishidi. Shuning uchun Fatih Sultan Muhammed Xon İstanbulni fath qilish sharafiga boshqalar emas u erishadigan.
bugungi davrdagi musulmonlar markaz butunlay o'zininki ilgiriki shonliq davridagi ajdodlarning shu shunlam o'ylab ashunda biz bo'lmadik deb tarixinlam o'ylab bugungi davrda men kimlarning oldiga o'tishim kerak dushmanlar nurg'ulg'a atrofimiz bor buni o'ylamagan vaqtida faqat kiyimimizga qarab hasrat chekib qolgan vaqtimizda davomli yana kiyimimizga oqimizni qiliyveramiz deb shunday bir so'z bor endi islomning har davrida ta qiyomatgacha qancha ming yil o'tdi Alloh bildi hamda qaysi davrda yashaylar insonlarning hammasi yadimamay o'zi kendi so'mkasini esvelib aytgan uchishi mumkin ham shunda davrda yashasaqmi shu davrga yana islom hokimiyat hukm berdida hamda millamida yashaysan deb ruhini amillashtirishning qancha muhim ekanligi hamda vaqtimizni to'shib qoldim lekin oxirida qisqa bir shaklda aqida doirasidan chiqib ketgan masala hozir sizlar so'zlarda taraytib o'tgan masalani qisqa bitilganlar shuni shu qaysi masalalarga biroz to'xtalib aqidaning taqozzosini tuzitish yoki to'g'irlash uchun ilohiy vahiy asosida xayolimizda yoki bizniki tushunchalar emas ilohiy vahiy asosida bir bo'lak tushunchalar Qur'on sunnat bayon qilgan bir bo'lak masalalar va yoki bir bo'lak tushunchalar va buni e'tiqod asoslari yoki e'tiqodning taqozzosi deb qaralishi intayin. Hem bunun qaysi bir insan bunun delil nereden kılsa ayet bilen hadisten kılsa hadis. Qaysi bir insan bu mesele qarsa ya bu meseleye daxil tarz yetkizse ya itiraz bildirse bununki itiqadidan çataşqıdı, dinidan çataşqıdı. Bu anı Müslümanlarınki en sındırış lazım. İtiqad en sındırış lazım. Bu men davatkan meselelerin bir kısmı siyasi mesele, bir kısmı ictimai mesele, bir kısmı iqtisadi mesele, bir kısmı insanın izbasarlık meselesi olup hemmesi birbirisi olan zincirsiman mesele. Mesela misal qalay. İnsanın dünyadaki merkezlik ornu. İslam'da Kur'an-ı Kerim'de bayan kılınışça neçilgan ayetlerde Allah Teala kainatın hemmine insan için boysundurup verdi. İnsan merkezi. Yani insanınki izbasarlıktan ibaret bu dünyada büyük bir vazifesi var. İnne cailun fil arz halifede. Muş vazifini ada kılış için bu dünyanın hemmesi insanınki hizmetine men sebbedim. İnsan bu dünyada merkezlik rolünü oynaydı. Şu vaktin özüde Allah subhanahu wa ta'ala kulçuluktan ibaret bir vazifesini ada kılabilecekti. İnsan bu dünya oynağını geldi mi, program kaldı mı, bikadın geldi mi, ya büyük bir vazifesi var. İnsan bu dünya üç türlük nişanından geldi. Şunun birisi izbasarlık vazifesi. Bu itikat meselesi mi olsa? İtikat meselesi. Allah'ın insan tapşığa vazifesi. Allah bu dünyanı sen güllendirir. Bu dünyanı sen terakki kıldı. Yani vatanimizden başlaydı, başka tuttu. Buzg'unchilik yol koymadı. Zulümü makul demedi. Bu itikat meselesi mi? Ya tarmak bir mesele. İtikat meselesi. Hemmesi ayet var bunun. İslam ümmetinin başka milletler karta öteydiğen mecburiyetler. Kuntum hayra ümmetin uxrijat linnas. İtikat meselesi mi? İtikat meselesi. Halbuki yukarıda ben tilgağın mesele akit kitaplarındaki burun kayıtların hiç kasıdı yok. Bu meselelerinki Kur'an'da sünnette delili bağımız delili var. Ruşen delili var. Keskin, enik delili var. Bu mesele akide katardan qaralmagaçqa, akide kitaplar öktilmegeçke bu mesele sel qarılgan, parvasızlaşıp muamele kıldıgan bu an şekillenip qalgan. Yani misal alaylı, biraz düşünüş kılışça, ictimai adalet meselesi. İctimai adalet meselesi g'arbdan yoki sharqdan kelgan bir mesele emas, Qur'on sunnatda shunda ro'shantilgan nurg'un dalil faktlar bilan bayon qilingan bir mesele. İctimai kipillik meselesi. Kur'an bilen sünnet to'xtamay buyuradigan bir mesele. Bu g'arb nazariyasi yaqinda o'tirgan chiqqan mesele emas. Biz agar biz Qur'onga ishonadigan bo'lib qolsak, hadisga ishonadigan bo'lib qolsak biz bor emas. Yo'qmi? İctimai kipillik meselesi. Xo'sh. Zakat olsun ve başka zakat yetmeyen devlet hazinesinden ihtiyaç var adamlarga to'xtamay berilgan, ishi var adamning ish qila oladigan to'xtamay ularga sayman tutqizib ish qil deb unavik tashabbus qilgan bu qonuniyat payg'ambarimizning zamonida tatbiqlangan bir qonun. Şunu bilan birlikte insan hukuku, yani erkinlik, insanı erkinlik, mayli shaxsiy hayot olsun, kollektiv hayot bo'lib qolsin. Qur'on bilan sunnatning nurg'un dalillarida o'tirib qo'yilgan bir masala. İnsanninki o'rni yoki insonninki hurmat qatorliq masala, ijtimoiy masala. Bu masala emasmi? E'tiqodiy masala bo'lsa, e'tiqodiy masala.
Ama afsuski bu meseleler aqida kitaplarında ötelemde o tepilmaydı. Şundaqla kainatning insonga bo'ysundirib berganligi, insonniki Alloh taolo qo'lchilik qilishdan iborat izbosarlik vazifani ado qilish uchun bu dunyodan, bu koinotdan foydalanishning lozimligi, dengizdan bo'lan, quruqlikdan bo'lan, yer osti bo'lan, ust bo'lan foydalanishning lozimligi. Bu dunyodan foydalanish uchun qarqo'saqlikning ishga kelmaydiganligi, ilm ma'rifat elishning farzligi, tafakkur qilish, tadqiqot qilishning muhimligi, bu dunyodan joyida foydalanish uchun ilm ma'rifat elishninki tafakkur qilishning farzligi. Shundaqla bu dunyoni himoya qilish uchun, buzg'unchilikqa qarshi, fasodchilikqa qarshi himoya qilish uchun ilm ma'rifatni taraqqiy qildirib, zolimlarga joying tur deydigan kuch-quvvat shakllantirishga aloqador bu masalalar hammasi e'tiqodiy masala. Bugun kunlikda beshimizda ekkan bo'lsak, ilm ma'rifat bo'lmaganlikdan deydi. Qo'limizda bir narsa bo'lmagan bo'lsa, dömötəsə, Qur'an yaraq bo'lmagan bo'lsa, ilm ma'rifat, dinimiz, degan narsani qilmaganlik uchun bo'ldi. Halbuki dinimiz sen o'qu, tadqiq qil, izlan. Nurg'un misollarni berdi. Zulmga yo'l qo'ymadi. Adolat tiklash sening majburiyating. İnsaniyatni xotirjam yashaydigan bir holat tiklash sening majburiyating. Ammo afsuski bu masalalarga biz parvosiz ochmoqamiz. Yo'q, bu aqida bilan aloqasi yo'q. Burun ben o'qigan kitapta hali talashlar cho'kib ketgan bunda gap yo'q, nereden topdim? Natija bugun bu aqida masalasi bo'lmagancha bugun kunlikda musulmonlarimizni boshqalardan to'qma qildi. Xo'sh. Shu Qur'on kim va aydulahu masatatum min qul. Baka farz qilmaydi, baka buyurmadi, tayyorlik oldi to'di. Aqliy tayyorlik oldida, fikriy tayyorlik oldida, ilmiy tayyorlik oldida, matematika olsun, kimyo olsun, yana bir tayyorlik oldida. Şundaq bilsang, tik holat tura olaysan dedi oyatning taqozosi. Bu e'tiqod masalasi. Bu aqida kitoblar topilamiz, bu masala topilmaydi. Yana shunga o'xshash shariy ahkam masalalari bor. Shariy ahkam masalalari aqida bilan zich munosabatli. Ba'zida shu fiqhiy ahkamlarning nima aloqasi bor? Fiqhiy ahkam tutulsin, olimlarni tushunasiz, ammo shariy ahkam. Masalan, taratni mandaq olasan, namozni mandaq o'qiysan, nikah qilgan chaqda to'yliqni bersan yoki oldin taqdim deysan degan bu masalalar shariy ahkam masalalar. Buni aqida bilan aloqasi bormi, aqida bilan aloqasi? Chunki bir odam mush masalani inkor qilib qolsa, dindan chiqib. Masalan, to'y qildigan vaqtda oldim taqdim demay ishni boshlavas bo'ladi yoki xotin bo'lavas bo'ladi desa, nima bo'libdi desa, dindan chiqdimi chiqmadimi? E'tiqod masalasi bu. Demak, Müslüman her bir işi, Müslümanın her bir işi, her bir fikri, her bir tasavvuru nimaga bog'liqsa, i'tiqodga bog'liq, aqidaga bog'liq. Ammo afsuski bu aqida masalalari yuqorida men bir necha misollarni tilga oldim, tariyib ketganlikdan yuzaki holatga kelib qolgan. Bu sababdan ojizlashib, xunuklaşib, harakatlantirolmaydigan, dahshatli musibatlar kelib qolsa, midir-sidir qilmaydigan. Shu. G'ar egillarga o'xshash, ya'ni 400 yil uxlaydi, 309 yil uxlab ketgan bizga 200 yil bo'lgan bo'lsa, yana 100 yil uxlamdik, agar fuq qilmaydi. Demak, aqida islohati bo'lmasa, aqidaning ruhi bizda tirilmay qolib qolsa, aqidaning taqozosi qaytadan yangimiz sirmay qolib qolsa, aqidani bir butun kang doir tushunmay qolib qolsa, biz bugungi bu xo'rlikdan, bu musibatdan taqa qutulib chiqolmaymiz. Buning ochiqcha aqida islohati, aqida oshqushidan iborat. Xo'sh. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Vaqtimiz. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni albatta ko'rib o'tganinglardek yana oldimizga bir qancha bölümde texmi bunun tafsiloti keladi inshaalloh. Haqiqatan qanchalik muhim, nurg'un masalalarni qanchalik qochirib qo'yayotganligimizni har darslarda so'zlangan nurg'un temalarda his qilib turyapmiz. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri shaklda bu xatoliklarimizni tushunish ne'matini va o'zimizni o'zgartish ne'matini ham ato qilishini tilaymiz Rabbimizdan. Alloh umr basi oldimizga sonimizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.